Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Mana xushvaqt kuningiz bilan. Bugungi kunga 11-noyabr 2022 yildan juma kunidagi no'xat shaharni sizlarga xursandlik yozib ketamiz, ko'rsatib ketamiz. Hurmatli no'xat xorij kanal qatnashchilari, kommentariy yozib, like bosib qo'yinglar, ana negativ yozmanglar, hurmatli ko'rarmanlar. Negativ yozganlarga da Alloh razı olsun. Negativ yozmaylar qo'yinglar. Bugungi ertamenki kurslar bilan sizlarni tanishtiramiz. Hozir birinchilar biz hozir borib Kompaniya bank qarasiz. Kompaniya bankda kurs qanday bo'ldi ekan, shuni ko'rsatib sizlarga birinchi. Hurmatli do'stlar, hozir Kompaniya bankga keldik. Kompaniya bankda 83 so'm 50 dollar, 85 so'm 20 euro, rubl ko'taribdir. Rublingiz 1000 rublingiz 1365 so'm pul bo'lar ekan, hurmatli do'stlar. Rubl ko'taribdi Kompaniya bankda. 13 so'm 65 tiyim qolibdi. Motorlar biz hozir Boqay bankka keldik. Boqay bankda turib olinglar. Euro ko'tarilib ketdi, dollar ham ko'tarilib turibdi, motorlar 13.68 qolibdi rublchi. Motorlar rubl bo'lsa 13.68 qolibdi. Dolar 83 so'm verildi. Euro 85 so'mdan 85 so'm. Rubl 13 so'm 68 tiyim qolibdi. Aziya Bank'a kelib olmoqdilar. Aziya Bank'da 83 so'm 50 dollar, 85 so'm 50 euro, 1 so'm 36,5 tiyin ekan bu yerda. 1 so'm 36,5 tiyin. Shunda 1000 rublingiz 1365 so'm pul bo'ladi ekan olmoqdilar. Kompaniya Aziya Bank'da kurslar shunday bo'lib turdi. Rubllar ko'tarilib o'tgan olmoqdilar. Olmoqdilar biz hozir Islom Bank'a keldik. Islom Bank'da ham rubl ko'tarilib turmoqdilar. Ko'rib olsangizlar bo'ladi. 83 so'm 50 dollar, 84 so'm 50 euro, 11 so'm 36,5 rubl ekan olmoqdilar. Rubl ko'tarilib turmoqdilar. Bu shu bilan juma kungi ertamenki kursni oyoqlaymiz. Bizga negativ yozmaylar qo'yinglar. Kommentariy yozib, like bosib qo'yinglar. Hurmatli no'xat xorij kanal qatnashchilari, negativ yozmanglar. Bugungi juma kuningiz muborak bo'lsin, juma namozingiz qabul bo'lsin. Sizlarga no'xat shahridan barcha salom aytamiz.